Nay 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 hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan o'sha craft. Xullas do'stlar, men hozirgina ishimni qilayotgandim. Craft desanglar, men o'sha gamingman. Просто tagnikimni o'zgartirdim. Do'stlar, men bu yerda men ishimni qilayotgandim. Keyin bo'lsa nimagadir zerikib ketdim, chunki polizlarni qilishimiz kerak. Ish ham bor do'stlar. Chunki qilmasak dabdara bo'ladi. O'shaning uchun tezroq narsalarimizni olib, do'stlar qaranglar, men bir yangi ayiqcha olgan edim. Menga juda ham yoqdi. Men bu sandig'imni ustiga qo'yib qo'yaman. Juda ham zo'r turadi. Va ana endi sekin asta polizni yig'amiz do'stlar. Xo'p. Tezroq yig'ishimiz kerak. Xo'p, mana shunday va mana shunday va bo'ldi do'stlar. Biz mazax turganmiz, chunki mana bu yerda nimagadir bilmadim, jitellar nimaga turibdi. Mayli. Xo'p. Tez harakat qilish kerak do'stlar. Tez do'stlar, tez shunday qilib tashlaymiz do'stlar. Nimaga desanglar, chunki tezroq qilishni yoqtiraman, chunki sekin qilsam nimagadir ko'nglim aynib ketadi do'stlar. Shuning uchun tezroq ekib, shunday qilib tashlaymiz do'stlar. Tezroq, men bu yerda kimdir rasvo qilib ketibdi. Qishloqlar bo'lsa kerak. Mayli, tezroq. Do'stlar, tezroq bularni ekamiz. Tezroq do'stlar, biz tarvuz ham ekkan edik, mana turibdi oldimda. Hop, tezroq ekib tashlash kerak. Bo'ldi do'stlar. Hop, tarvuzni boltada chopish kerak do'stlar. Bolta hozir olib chiqaman. Hop, ochamiz. Mana bolta. Hop, ana endi tezroq borib chopish kerak. Hop do'stlar, tezroq bunday tashlaymiz. Tez harakat qilish kerak do'stlar. Tezroq va bu yerlarni to'g'rilab qo'yamiz. Hozir mana bularni olib olay. Bo'ldi, yaxshi. Endi to'g'rilaymiz. Bitta bo'ldi do'stlar. Bu yerda tarvuzni urug'ini kerak. Biz tarvuz yegandan keyin urug'ini o'zimiz olib ekib qo'yamiz. Hozircha tarvuz yegim kelmayapti. Shuning uchun oddiygina kartoshka ekib qo'ya qolamiz do'stlar. Chunki kartoshka ham juda ham yaxshi. Buni qorib yeymiz do'stlar, chunki o'shaning uchun. Hop, tezroq endi uyga kirib narsalarni solib qo'yish kerak, barchasini. Hop. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yinglar. Biz 100 ta bo'lmoqchimiz. O'shaning uchun tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Pastga tushib obuna bo'lib qo'yinglar. Obuna tugmachasini bosib qo'yinglar. Hop do'stlar, hop, mana barcha narsalarimizni solib qo'ydik. Faqat telefonni olsak bo'ldi. Ana endi men bu qishloqlardan bir so'rash kerak, nima bo'lyapti ekan. Salom qishloqqa, yaxshimisan? Salom Craft, yaxshimisan? Eshitdingmi, qanaqadir mer kasal bo'lib qopti. Mer tug'ilgan kun-ku bugun. Qanaqasiga mer kasal bo'lib qolishi mumkin? Bilmadim, shu kasal bo'lib qopti-da, bilmadim, shu uyda hozir. Bilmadim endi. Nima bo'ladi shu? Bugun tug'ilgan kuni edi-da. Bugun tug'ilgan kuni edi. Uydami o'zi? Uydami? Mana uyda. Xo'p. Qani mer, mana taqillatib kira qolay. Mer. Alo. Salmonni o'chirdim. Mer, yaxshimisiz? Mer. Hop, ana o'tiribdi. O'tiravering, mer, o'tiravering. Yaxshimisiz? Shu nimadir bo'lyaptimi sizga? Nima bo'ldi? Bilmadim, shu tomoq uryapti-da, shu nimadir tomog'imda nimadir turibdi-da shu. Ko'riy chaqiraylikmi, tez yordam? Kerak emasmi? Shifokorlar ko'rib ketardi sizni. Bilmadim nima bo'lyapti sizga. Bilmadim, shu rasm bo'lmayapti.
Telefon qilamizmi yoki nima deysiz? Yo'q, qara bekorga pul oladi. Unga mayli qilmay qo'yaver. Mayli bo'lmasam, do'stlar, qishloqqa endi nima qilamiz? Bu mer endi kasal bo'lib qopti-ku. Bugun tug'ilgan kuni edi. Bugun endi uni zo'r kuni edi. Nima qilamiz? O'zim ham bilmayman-da. Kraft shu hal qilish kerak buni. Mer bo'lmasam men o'zimga qarayman, do'stlar. Hop, do'stlar, nima bo'lgan ekan bu merga? Mayli. Balkim shamollab qolgandir, lekin issiqda qanaqasiga shamollaydi? Tomog'imda nimadir turganday bo'lyapti, deyaptimi, ko'nglim ayniyapti, deyaptimi, bir balolar. Mayli, qo'shnimdan bitta xabar olaylikchi. Qo'shni, salom qo'shni, qishloqni qo'shnisi-ku, nima qilyapsizlar? Bu mehmonga chaqirgan edi. Mehmonga kelgan ekan, o'shanga shu mana pizzalar bilan mehmon qilyapman-da. Mayli, o'tiraveringlar, shu mer kasal bo'lib qopti. Shuni eshitdingmi? Eshitdim, lekin bilmadim u qanaqasiga kasal bo'ldi. Mayli, shu nimadir bo'lgandir-da. Mayli, bo'pti, bo'lmasam yaxshi o'tir. Tezroq ketishimiz kerak, do'stlar. Xo'p. Okey, do'stlar, unda nimadir g'alatida. Xo'p, mayli. Issiq choy damlab olib kirlaring. Mer. Hop, sizlar men sizga qarab o'tiraman, ular baba qaramaydi sizga. Shuning uchun o'zim qarab o'tiraman, shu yerda o'tirib olay, bo'ldi, yaxshi. Mer, o'zingiz yaxshimisiz? Ancha yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yaxshi bo'lib qoldim, ancha yaxshi bo'lib qoldim. Mayli. Kraft, qara shu birozim o'tirgim kelyapti-da, bo'lmasam ko'nglim ayniyapti, chiqib tur. Mayli. Chiqqanim bo'lsin. Lekin o'zingizga ehtiyot qiling, qarang, lekin mer. Do'stlar, bugun tug'ilgan kun edi, men nimagadir boshqacha. Mayli. Nima qilish kerak-da shu. Kira qol. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Men bu nima deymiz? Xo'p, meni tuzatish yo'li nima qilsa bo'ladi? Mer kasal bo'lib qolgan bo'lsa-chi? Xo'p, nima qilsak bo'ladi? O'yla. Xo'p, nima qilsa bo'ladi? Do'stlar, kallamga hech balo kelmayapti, do'stlar. Hech balo. Qani tashqariga chiqib ko'raylikchi. Do'stlar, bitta mashq qishloqqa nimadir qilganmikin, qo'shnim. Do'stlar, qaranglar, lekin shubhali ko'rinyapti. Nimaga desanglar, u umuman olganda mehmon kutmas edi. Do'stlar, menimcha-chi, nima deydi? Nimadir bo'lgan, shu pizzasiga dori solganmi yoki bilmadim. Endi nima bo'ladi? Hop. Meni qo'shnim nimagadir shubhali, do'stlar. Tezroq merga aytish kerak. Merga pizza berganmikan? Mer. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Sizga qo'shnim bor-ku, qo'shnim. Xullas, sizga pizza bermaganmidi? Tug'ilgan kuniga pizza bergandi. Pizza bergandi demak. Bergandi. Nimaga edi shu? Mayli, rahmat. Do'stlar, aytdim nimadir g'alati deb bu qishloqida. Xo'p, nima bo'lgan ekan, mayli. Endi uni qo'shnisini nimadir qilish kerak. Men bu qishloqning qo'shnisi edi. U qishloqi bo'lsa shaharga ketgan, do'stlar. Hop, bo'lmasam u qishloqqa qarar edi, chunki u qo'shnisini juda ham yaxshi ko'radi u qishloqi. Mayli, bo'lmasam uyga tezroq kiramiz, do'stlar. Uyga kirib, hozir ozgincha dam olamiz, do'stlar. Ertalab buni tekshiramiz. O qishloqning qo'shnisi nima bo'lgan ekan? Balkim kasal bo'lgandir. Unisini bilmaymiz yoki ish pishimni qilamanmi? Mayli, ungacha bo'lmasam uxlayman. Xo'p, bo'lmasam ertalab bo'lgandan keyin xabar beraman. Hozir anchagina kechki payt bo'lib qoldi. Bo'lmasam, do'stlar, ko'rishguncha. Do'stlar, ertalab bo'libdi. Bilmadim.
Judayam ko'p uxlabman, to'g'risi. Ko'zim ishib ketganmi, nimadir bo'lyapti-da shu ko'zimga ham mayli. Salom qishloqa, yaxshimisan? Yaxshi, eshitdingmi? Nima deydi? Menga o'xshab oq qishloqi bor-ku. Anov oq qishloqimi? Oq qishloqning qo'shnisi? O'sha oq qishloqning qo'shnisi bor-ku. Shu kasal bo'lib qolibdi menga o'xshab. Merga o'xshab kasal bo'lib qolibdi. Qanaqasiga merga o'xshab kasal bo'lib qolishi mumkin? Aytdim, qo'shnimda nimadir bor deb. Hozir bo'ldi, rahmat. Aytdim. Qishloqi, nimaga eshiging yo'q? Bilmadim, sinib qolibdi. Yaxshimisan? Yaxshiman, faqat nimagadir boshim og'riyapti, judayam qattiq og'riyapti. Aytdim, nimadir bor deb bunga. Mayli, bo'lmasa o'zingni ehtiyot qil. Merda oldiga boramizmi yoki hamma merda oldiga boraylikchi? Mer, kiraveraymi? Kiraver. Mer, yaxshi bo'lib qoldingizmi? Da, yaxshi bo'lib qoldimiz. Ancha уже kachokskiy уже nima deydi? Xullas, nima deydi? Oq qishloqning qo'shnisi bor-ku, o'sha yana sizga o'xshab kasal bo'lib qolibdi. Menimcha qo'shnim shu nimadir qilganmikin deyapman-da, shu pitsa beryapti-da, sizga ham pitsa berib ichiga dori poli solmaganmikin, shu nimadir bo'lganda, shu ko'nglim nimagadir g'ash. Bilmadim, endi qarab ko'rchi. Shu Bilmadim, shu ko'nglim g'ashda nimagadir mashq qo'shnim qilganmikin deb o'ylayapman. Do'stlar, qani shu o'tlarni olib tashlash kerak-da, bor-ku. Mayli. Sekin o'zimizni uyimizga borayotgandek ko'rsamiz. Nanay. Salom qishloqi, yaxshimisan? Mana u ekinlari zo'r ekan qishloqning. Qani gapini eshitaylikchi. Vana qo'yat. Behozir mana buni pizzani ichiga solaman ta'dorda. Barchaga yediraman. Va o'zim bu qishloqda maza qilib yashayman. Voy do'stlar, juda ham yomon bu. Nima qilamiz endi? Hoppa, nimadir qilish kerak. Xo'p, nima qilamiz? Hoy qishloqa, seni tutdimmi? Nima qilyotding, a? Ey, nima qilyotding? Kraft, sen qayerdan kelding, Kraft? Hozir qarab turgan seni barchaga hammaga pitsa berib kasal qilyapsan-da, a? Hozir qaranglar do'stlar, bu juda ham yomon-ku. Hozir merga aytmasam bo'lmaydi buni. Merga aytaman tezroq. Mer. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Qarang, nima deydi? Qo'shningiz bor-ku, meni qo'shnim nima deydi? O'sha pitsa solayotgan ekan, o'zim ko'rdim, eshitib qoldim. Nima qilamiz endi? Politsiya chaqiramizmi? Da, chaqir bo'lmasam. Bo'pti. Xo'p, tezroq borish kerak endi, tezroq. Politsiyaga telefon qilish uchun tezroq telefonni olyapman. Ochil. Burada yaxshi, eshik yo'q. Hop, kodlarni teramiz. Hop, nomerni teramiz va telefon qilamiz. Hop, kudib ketyapti. Biz politsiya xizmatimiz. Sizga nima kerak? 13-qishloqqa kela olasizlarmi? Mayli. Hop. 13-qishloq nima deydi? Mana bu o'rmonda o'rtasida bilasizmi? O'rmonlar bor-ku. Mana do'stlar, politsiyani ham chaqirib bo'ldim. Hop, qani. Kelishibdi-ku. Assalomu alaykum. Qani peshchadoninchi, assalomu alaykum. Hop. Assalomu alaykum. Menimcha siz boshliq bo'lishingiz kerak-a bularni. Men boshlig'iman. Bu nima qildi? Shu qishloqlarga pitsa berib, hammani kasal qilayotgan edi bu qo'shnim. Xullas, nima qilasizlar? Bu hammaga pizzani ichiga dori solayotgan ekan. Mayli, xullas, omad, o'zingizlar bilasizlar nima qilasizlar, bir bala qilasizlar, xullas sizlarga ham omad. Xo'p, bo'lmasa men uyga kirdim.
Xullas do'stlar, hammaga xayr. Sizlar bilan o'sha yana craft bo'ldi. Hop. Bo'lmasam hammaga xayr. Mana qishloq ham adabini berib qo'ydik. Hammaga xayr. Agarda video yoqqan bo'lsa, videoga like, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.